Bu traktorimizni obzor qilib bergani, ishlarini ham ko'rsatgani. Kompressor ham o'lmaydi ichi. Mana futbolka qo'shib berdik. VM brendimizdan. Moto pompa. Assalomu alaykum barchaga. Hop, Ark-Buloqdan, mana Toshkent shahar. Hop, Ark-Buloqdan yana bir marta video chiqaryapmiz. Ya'ni hozir biz yangi yo'lga ketyapmiz. Yangi yo'l hop Ittifoq mahallasiga, Toshkent viloyatida. Bu yerga 500 tor sotilgan. O'shani qanaqa ishlayapti, jarayonlarini ko'rsatinglar deb ko'pchilik kommentariyaga yozgan edi. Xudo xolasa video davomida ko'rsanglar, o'sha yerda bir chiroyli qilib obzor qilamiz 500 torda. Hop, endi Ark-Buloqda qanaqa narsalar bor deyilsa, 400 tor kabinali. Bu yangi vipiskalik. Hop, bu ham 400 tor kabinali, bu eski kabinali. Ichida asosiy farqi ichida bo'ladi. Ya'ni oldingi misol uchun 500 tor qanaqa bo'lsa, ichi xuddi shunaqa formatda. Bu endi oddiyroq kabinali traktor 400 tor. Hop, bu yerda mana 900 tor bor. Bu ham bez kabina. Hop, 400 tordan ikkita bez kabina bor. 300 torda kabinaligi shu Ark-Buloqda turibdi. Qolgan misol uchun 500 torlar yoki 10 tor, 15 torlar Xitoydan kelishishda davom etyapti. Hop, kimgadir shunga o'xshagan traktorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hop, yana bundan tashqari, traktorlardan tashqari nimalar bor deyilsa, hop, vibrator, krambovkalar, hop, beton qiladigan multikultivator, shunga o'xshagan narsalar. Mana ekskavatorda har xil variantlari bor. W10 modeli, qizil rang, yashil, hop, W10S modeli. Hop, S bor, keyin W10 da o'zi bor. Bular mini ekskavatorlar. Mana W15. Bu anchagina nargilardan ko'ra kattaroq model. Mana o'tiradigan joylarni ham ko'rsanglar, o'zi anchagina farq qiladi. Bu yerda ikki qo'lni mana alohida qilib, bemalol qo'llarni qo'yib boshqarsa bo'ladigan holatda. Mana bu yerda ham har xil variantdagilar bor. Hop, demak 30 ot kuchi, 40 ot kuchi va 90 ot kuchli traktorlar mana shu Ark-Buloqda turibdi. Bemalol kelib, ko'rib, proverka tekshirib olsanglar bo'ladi. Tepadagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar yoki kommentariyaga yozib qo'ysanglar, mana modelni narxi qancha desanglar, xudo xolasa. Hop, Verago YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Hop, Vodiy savdo kanaliga ham va bundan tashqari Telegram, Instagramga o'tib olsanglar, u yerda ham har kuni kelayotgan, sotilayotgan narsalarda alohida video obzorlari chiqib turadi. Demak, biz yo'lga chiqdik. Hop, keyin kimdir agarda bizdan traktor sotib olgan bo'lsa, hop, kommentariyaga plus qoldirsin yoki telefon raqamini qoldirsin yoki shu tepadagi raqamlarga telefon qilsa ham bo'ladi. Sizlarda shaharlarga borib, o'sha Fora traktorlarini qanaqa ishlayotganligini, jarayonlarini, obzorlarini xudo xolasa o'zingizlarni shaharlarga borib tashrif buyurib, chiroyli qilib video tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Shu asosiy narsa 3 ta, yo plus qoldiring yoki shu telefon raqamingizni yozib qoldiring yoki tepadagi raqamlarga telefon qilib bizni taklif qilsanglar bo'ladi. Biz borib, xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilamiz. Nasib bo'lsa, qanaqa ishlayotganliklarini sizlar ham bir qator o'zingizlarning fikringizni o'sha video orqali aytib o'tsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Video davomida chiroyli hop suhbatlar bo'ldi, tanishtiruvlar bo'ldi, obzorlar bo'ldi. Oxirigacha ko'rsanglar, bilib olasizlar. Shurmi? Sho'rlar samroq qil. Chiqazadigan narsalar asosiylashtira. O'lab yo'q. Duga qilgan. O'rikmi? Qanchadan pul qiladi? 1.5 ikkita silindr bo'lmaydi. Ozgina anini ishlatib ko'rdik hozir. Hozir qisib ketadi. Mana bitta ertalab ishlatib ko'rdik. Yaxshi ishladi, ko'z timasini ishqilib. Hozir biz mana yangi yo'l ittifoqqa keldik. 500 tor traktori sotilgan edi. Hozir akalarimiz mana ishlash jarayonlarini bitta ko'rsatib berishadi. Mana shu yer qani hozir video davomida qanaqa ishlanyapti ko'rsanglar bo'ladi. Suhbat ham qilamiz.
Hop, ko'rib turganinglardek mana yerni mayda-mayda qilib tashlayapti. Ko'rib turganinglardek yerni mayda-mayda qilib tashlayapti. Hozir kompressor ishlayapti. Akam yana bir bor salomatmisiz? Assalomu alaykum, alaykum assalom. Xo'p, bu traktorimizni Fora 504 ni qachon olgandinglar? 1,5 oy oldin oldik. Fora brendidan 504 full variantida. Aha. Xo'p. İşlash jarayonlarini olamiz dedik. Mana ishlash jarayonlari. Bunga qo'shimcha pulga ham oladilar ekan. Frezer ham olganmiz mana qo'shimcha. Bu nechtalik edi? 180 lik eni. Aha, 180 lik. O'zi traktor balonimizni yopadi bemalol. Mana akamiz kelib hammasini ular hammasini ishlatib berdilar mana. Ishlatdik. Mana yer haydovlari. Mana mangina. Zo'r. Bu yerga nima ekasizlar keyin? Ha, ukrop. Asosan ha, shunaqa sohada polni shu yerlarda ish qilishadi odamlar. Aynan shu yer yaxshi. Xo'p, endi qanaqa komfortlari bor ekan? O'zingizlarda boshqa traktorlar ham bor ekan. Undan farqli taraflari boshqalar. Komfortlariga gap yo'q, zo'r. Mana konditsioner bor, ventilyatori bor. Isitayaptimi? Isitadigan pechkalar bor, kameralar bor mana. Ha, oldi orqaga. Zo'r. Oldilari tortadi mana. Salarka rasxodlari ham zo'r, chotki. Olsanglar bo'ladi. Zo'r traktor ekan. Rahmat. Kelaverasizlar, olasizlar. Rahmat. Endi Mo'min akadan servis bo'yicha ma'lumotlarni olamiz. Akamizdan ma'lumotlar. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana 5 to'rimizni 1,5 oy oldin sotgan edik. Hozir Texotiga keldik. 180 lik frezasi bilan sotganmiz. Xudo xolasa ukamizga yoqqan chotki mana zili ko'katga bemalol yerni tayinlab, xudo xolasa ekish jarayonlari ham boshlanadi. 504 traktorimiz xudo xolasa hamma narsasi chotki. O'shanga bir obzor qilib bergani, ishlarini ham ko'rsatgani, egalarini fikrini olgani keldik. Xudo xolasa chotki. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa yangi partiyalar ham keladi. Bir sizlarni aylantirib, hozir xudo xolasa yana ishlayotganlarni yana video qilib beramiz sizlarga. Rahmat. Mahalladagi hazratlar ham shu yerda. Aylantirib. Bir 2 soatda yurgizlansa bo'lar ekan, polni yerda. 1-2 soatda polni tugatlansa bo'ladimi? Yo'q, a?
Toza havo. O'z Mamit deydi buni filtr. O'z kichkinagina filtrchi edi. Ahamiyat bergan bu. Filtrni bundan tortadigan. Endi men cheris meni tortadi, toza havo tortadi-da bu. Kompressor ham meni o'lmaydi ichi. Ko'rsalari. Bu vaqt bino bo'lgandan loy tortadi, tupa tortadi, doimiy yer ichida ekan bu. So'lishi. O'shaning uchun men buni o'zimiz ixtiro qilib, bu yoqdan anaqa qo'ydik. Havo bilan ishlaydi pastdan. Yo'q, tormoz uzib qo'ysangiz ishlaydi, qattiq turib bo'ladi faqat bu. Bunu uzib qo'ya qolaylik. Ha, uzib qo'ysangiz bo'ladi. Demoqchi bu uni yechasi. To'g'risini aytsam, bolalarga tegmay turinglar, bu yerni garantiyali narsa bu. Peraxatni qo'yasiz, bo'ldi. Xohlaganiga peraxatni qo'yasiz. Xohlasingizni qo'ying. Harfi teshib, ularga ishlash kerak, tirdim. Ha, perodoktor просто navloq qotirib olasiz demoqchi. O'rta peraxatni qo'yasiz. Yo'q, bu tirdim. Lishni havoni chiqarib turadi. Biz qilib chiqaradi. Xuddi shunaqa. Ha, bo'ldi. Mana frezalari. Qalin edi, mana ko'rib turibsizlar. Endi ichlariga o'tamiz. Xo'p, o'sha lyuks variant. Xo'p, mana zapchaslari ham ichida turibdi hali ham. Xo'p, tepani ko'rsanglar, mana luklari bor. Bu yerda mana ventilyator yoki konditsionerlarni ishlatadiganlari. Qish kunlarida pechkalari ham zo'r narsa. Bu yerda mana xavfsizlik uchun hop telefon, baklashkani qo'yib olibdi-kan. Hop, bu yerda mana magnitofonlar, o'sha fleshga ham o'rnatib olishgan. O'sha yerda qo'yib olib bosishyapti. Bu yerda mana tashqi nastroykalar, chiroq, oyna artadigan. Bu yerda fluk, preza o'sha narsalarni bemalol ishlatsa bo'ladi bu bilan. Bu yerda mana oldi-orqa, to'rtta skoroskli, oldiga alohida, orqaga alohida. Hop, oldini qo'shib oladigan, toshboq qo'yonlari ham bor. Hop, mana rul, gidravlika. Mana xullas hamma ichki ko'rinishlari 540 ming bo'mlari. Ichki obzorlari shular. Hop, mana endi bularni pastga tushib, quyosh chiqqanda pastga tortib olsanglar, hop, ko'zga xalaqit bermaydigan qolsa bo'ladi. Tungi chiroqlari bor. Hop, mana bemalol qish kunida, yoz kunida maza qilib ishlatadigan varianti. Kimgadir kerak bo'lsa, tepadagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana umumiy ko'rinishi maza qilib mana ishlatishyapti-kan. Necha minutda bo'ladi deb so'rasam, 10-15-20 minutda qilib tashlasa bo'ladi, shuncha joyda dedi. Prosta hozir siz video olayotganingiz uchun sekin yurib beryapti dedi. Bu juda zo'r narsa degani. Ya'ni anchagina vaqtingizni, energiyangizni har taraflama tejaydi. Mana umumiy ko'rinishi. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hozirda 304, 404 kabina, bez kabina variantlari bor. Nega to'g'ani shundan foydalanishar ekan. Bemalol o'zingizlar ruchnoy qo'lda yasasanglar ham bo'laveradi. Uni ko'rdim nima edi? Bu yigitlar qo'pol bo'lgan bilan yengil ishlangan ma'mur. Oddiy qo'lda yasalgan ekan, o'shana? Mana bu istilasi chiqadi, shuncha yengil. Bu mazaq ishlaydi. Mana bunga qum to'ldirdingiz. Mana 89 da turdi. Tomoni og'zini bekitib turib, bir 2 paqirdan oshiqroq qum ketdi bunga. Bunga bez bo'lmasa, ariq tepasi tushib ketadi. Salovat ketadi. Go'zal, mana sirlarni ko'rib olyapsizlar. Biz 504 traktor oluvdilar bizada. Mana futbolka qo'shib berdik. VM brendimizdan. Ana joninglar sog' bo'lsin. Mana Fora brendidan motor pompa. Suv chiqaradigan. Suv chiqaradigan. Fora brendidan sog' bo'lsin. qo'shib berdik akamizga. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Allohim yaxshi kunlarga ishlasin. Olgan traktorlarimiz ham sizlarni ham ishinglarga baraka. Doimo yaxshi kunlarda uchrashib yuraveraylik. Sana joninglar sog' bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat.